Assalomu alaykum aziz obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mirali Tabriziy to'g'risida ma'lumotga egamisiz? Unda oxirigacha eshiting. 15-asrda kitobat san'ati, ya'ni qo'lyozma asarlarni ko'chirib yozish va u bilan bog'liq bo'lgan xattotlik, musavvirlik, lavvohlik va sahhohlik san'ati ham nihoyatda yaxshi taraqqiy etadi. Lavvohlik lavha chizish, sahhohlik qog'ozni sahifalash va kitobni muqovalash bo'lgan. Bosmaxona va kitob nashr etish hali vujudga kelmagan zamonda kitob yaratish va uning nusxalarini ko'paytirish og'ir mehnat va ko'p vaqt sarf etadigan nihoyatda mushkul ish bo'lgan. Mashhur xattot Mirali Tabriziy 1330-1404 yillarda yashab ijod etgan nastaliq deb nomlangan yangi uslubdagi xatni kashf qiladi. Xushnavis xattotlardan biri Sultonali Mashhadiy esa 50 dan ziyod kitob va ko'pgina qit'alarni ko'chirtirib yozadi. Sultonali o'ymakorlik san'atida ham mohir bo'lgan. U xattotlik san'ati turlari haqida maxsus asar yozgan. Sultonali Mashhadiy Qiblat ul Kuttob, Kotiblar qiblasi va Sulton ul Hattotin, Hattotlar sultoni nomlari bilan mashhur bo'ladi.